man hayotda qaqshatqich zarbalar yeganman. Qachonki? Birinchisi, boshqalar qilib beradi deb kutib yashaganimda. Ikkinchisi, qachonki imkoni keladi, pulim bo'ladi, vaqti keladi, hozir emas deganimda. Uchinchisi, o'zidan o'zi bo'lib qoladi, o'tib ketadi, vaqt davolaydi, vaqtga qo'yib beraman deb kutib o'tirgan. Yana bittasi, butun dunyoni o'zimni baxtsizligimda, omadsizligimda, hozir gapirish kulgili albatta, lekin o'sha paytda juda ham bir qiyin qabul qilardim bu narsani. Demak, shu muammolarimda boshqalarni, butun dunyoni ayblashim. Keyingisi, boshqalar qilib beradi. Agarki imkoniyati ko'proq odam qilib bermasa, o'sha insondan xafa bo'ladi. Ya'ni imkoni bor-u, nega? O'rtoqlar, bitta haqiqatni bilib oling. Hech kim sizga hech narsa qilib berishga majbur emas. Hattoki hech kim sizni yaxshi ko'rishga, hurmat qilishga ham majbur emas. Shu haqiqatni bilganimdan keyin men hayotimda katta o'zgarishlar bo'lishni boshladim.